Bu juda ham chiroyli chakchaklar hammada o'xshab chiqishi aniq. Bayram dasturxoningiz ko'rki bo'la oladigan osongina mazali chakchak tayyorlaymiz. Xamir uchun idishga xona haroratidagi 250 ml sut, 125 gram erigan sariyog', doimgidek men sifatli kallexni sut va sariyog'dan foydalanaman. Ketidan bir dona tuxum, chimdim tuz solib, hammasini birlashtiramiz. So'ng elakdan oliy navli unni va bir choy qoshiq razrixlitelga o'tkazib, yumshoq plastilinga o'xshash xamir qorib olishimiz kerak bo'ladi. Ushbu xamir uchun men ishonchli turon unidan foydalandim. Umumiy hisobda menda 550 gram un yetarli bo'ldi. Tayyor xamirdan 50 gramli zuvalachalar yasab olamiz. Agar tarozili bo'lmasa, xamirni teng 20 bo'lakka bo'lib olishingiz mumkin. Zuvalalarning ustini yopib, tinishi uchun sovutgichga yarim soatga olib qo'yamiz. Bu orada qiyom tayyorlab tursak bo'ladi. Tega qalin idishga 300 gram shakar, 200 gram suv, 1 bo'lak limonni solib, bitta qaynab chiqqach, pastroq olovda taxminan 30 daqiqa qaynatamiz. Shu bilan qiyom tayyor. Tinib olgan zuvalalarni un va kraxmal aralashmasidan nomiga sepib, o'rtacha 15 ga 20 sm kattalikda ochib olishimiz kerak bo'ladi. Yoyilgan xamirni uzunasiga oxirigacha kesib olmasdan kesmachalar tushirib, shunaqa ko'rinishda avval yarmigacha bukiladi va keyin yana bir marotaba bukib, chetlarini yopishtirib, xuddi ko'rsatganimdek tugib olinadi. Pishayotganda ochilib ketmasligi uchun jo'vada bosib, ortiqcha xamirni kesib tashlaymiz. Chakchaklarimiz o'rtadan pastroq olovda ikki tomoni chiroyli tilla rangga kirguncha qovurib olinadi. Chakchaklar bir xil qizarib chiroyli pishishi uchun qozonda yog'ili ko'proq bo'lishi kerak. Bir xil tilla rang bo'lib qizarib pishgan chakchaklarni ilagan qiyomga botirib, mana shunaqa maydalangan yong'oq bilan bezatib olsanglar, yanada chiroyli chiqadi. Bayram dasturxoningizga aynan shu chakchakdan tayyorlab ko'ring. Barchalarga tavsiya qilaman.